Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 21, 22, 23 va 24-iyul uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, endi 21-iyul kuni uchun ob-havo ma'lumotlari bilan tanishing. Respublikamiz hududlarida havo asosan ochiq va quruq bo'ladi. Dam olish kunlaridagi kuchli jaziramadan so'ng harorat biroz pasayadi. Kunduzi havo harorati 30-35 daraja, janubiy hududlarda 36-38 darajagacha ko'tariladi. Kechasi 14-24 daraja atrofida bo'ladi. Ayrim hududlarda shamol biroz kuchayishi mumkin. 22-iyul kuni ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikamiz bo'yicha quyoshli va nisbatan qulay yozgi ob-havo saqlanib turadi. Kunduzgi havo 29-34 daraja, janubda 35-37 daraja bo'ladi. Kechasi 20-22 daraja atrofida kuzatiladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 23-iyul kuni havo yana biroz isiy boshlaydi. Respublikaning aksariyat hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 31-36 daraja, janubiy viloyatlarda 37-39 darajaga yetadi. Kechasi 21-24 daraja bo'ladi. Shamol ba'zi joylarda 9-14 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 24-iyul kuni ham issiq va quruq ob-havo hukm suradi. Kunduzi havo harorati 33-38 daraja, janub va cho'l hududlarda 40 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Kechasi 23-26 daraja atrofida bo'ladi. Kunning issiq vaqtlarida quyosh ostida uzoq qolmaslik va ko'proq suyuqlik iste'mol qilish tavsiya etiladi. Shu bilan ob-havo ma'lumotlari yakunlandi. Videoga like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Salomat bo'ling.